Endi bir işkağız gap kılaylı hürmetlik vatandaş 19. günü 9. ayının 19. günüdün başlap Tor bettirdi Şinjan'da nemi iş yüz berdi, Şinjan'da çoğunçatak çıktı degan haberler kelişke başlagan edi. Şunun kayınlı 9. ayının 28. günü kelgende bu bunda haberler, yan haberler oturğu çıkıp 9. ayının 26. günüdün 10. ayının 22. günü geçe Xitay hükümetinin Şinjan'da yani müstemlik Uyguristan'da ülke işçide bilet setişine, yolauçılarga bilet setişini toxtatqanlığını ilan qildi. Lekin bunun sebebinin nima ekanligini hech narsa demedi. Bu to'g'rida eg'iz ochmadi. Shuning munosabatga oldi Chimpokon qatorliq yangi obzorchilar, siyosiy obzorchilar orqa-orqadan film ishlab bunu qo'yib berdi. Ham o'zining fikrlarini, ko'z qarashlarini o'ttirib qo'ydi. Biz 9. ayning 21. kuni sizlarga Şinjan atalmış Şinjan Uygur Abnum Rayı'nın sabık reisi Nur Bekir'ni kolga alğanlığı aeroportda tutup ketkenligi. Bolup Moskvadan qaytib kelgende aeroport tutup ketkenligi üstüne toxtalgan edik. Hazırgacha bir aniq ma'lumot yo'q. Şinjan'da yani müstemlik Uyguristan'da zaten nime iş yüz berdi. Bir aniq ma'lumot yo'q. Lekin bu yerdagi eg'ir bir gap yo'lovchilarga bilet setishni to'xtatdi. 9. ayının 26. günüdün 10. ayının 22. günügacha yo'lovchilarga bilet setishini to'xtatdi degan mush gapning o'zili bir gap. Salmig'i intayin eg'ir gap. Masalan bu xabarlarning konkretligiga tizilishi qarab baqayli. Birinchi, Şinjan'da cho'nchatoq chiqdi. Abtori junguni kuzatish. 9. ayının 30. günü YouTube. İkinci, bir meydan afet Şinjan'da yüz berib oturdi. Abtori junguda vaziyat bo'sh-to'sh. 9. ayının 19. günü YouTube. Şinjan temir yol qatnash bilet setish to'xtatildi. Abtori ACM. ASM İngilizce okunuşunda ACM. Ming YouTube 9. ayının 27. günü. Helela. Zhejiang ülkesinin iqtisodiyoti cho'nchatoq chiqdi. Şinjan'da bütün ülkede poyezga bilet setish to'xtatildi. Abtori jungu hozir. Bu Xitoyda xilma-xil ismlarni qo'yilib, hozir torbet echiyotidu, nomer echiyotidu, akvant echiyotidu. Şuna ba'zilarni tarjima qilishga bo'ladi ekan, ba'zi ismlarni tarjima qilishga bo'lmaydi ekan. Shunga men shu bo'yicha sizlarga yetkazdim vatandoshlar. Bu 9. ayning 28. kuni YouTube. Şinjan'da cho'nchatoq chiqdi. Yo'lovchilar to'shish 10. ayning oxirigacha to'xtatildi. Maxfiy yo'tkab ketamda Köpçüket, Abdur Chimpokon, 9. ayının 30. günü YouTube. Chimpokon efendi bu filmde, filmdi yaki tor filmde bundaq 4 noktani oturup koydu. Şinjan'da çıkan çatak yaki poyez biletinin satılmaslığı. Şinjan ülke işide yaki müstemlik Uygurustan ülke işide qatnaş poyez yollarının to'xtatilishi zaten nima deganlikni tahlil qilib birinchi deydi. Uygurlarni yo'tkab ketish. Hozir nazarband qilingan yig'ilish lageri qamalgan Uygurlarni yo'tkab ketish. Hozirgacha Qashqar 9 vaqtdan yo'tkab ketilganligi o'ttirg'i chiqdi. Andan keyin Chimpokon deydi, bu yo'tkab ketilganlarni boradigan joyini eg'iz qapti. Birinchi Gansu, ikkinchi Ningxia, uchinchi Qinghai o'lkalariga yo'tkab ketdi ekan bu Uygurlarni. Ondan keyin Xilonjang dastlabki ismi chiqqan vaqt o'tirg'i chiqqani Xilonjangga yo'tkab ketdi deydi. Bu Uygurlarni hozir navbatda Rais Xi Jinping tuyuqsiz Xilonjangda paydo bo'ldi. Buning sababi nima? Bu yerda ochliq qilish to'g'riliq xizmatlarni ko'zdan kechirdi, qo'riq gap. Hozir Xi Jinping Uygurlarni Xilonjang o'lkasiga olib borib, yo'tkab berib, jazo lagerida Uygurlarni nima qilmoqchi? Ximiylik tajriba qilmoqchimi? Bir-birlab birdan Xitoy aholilarga Xitoy oilaligiga tarqitib berib, qul qilmoqchimi, dedak qilmoqchimi yoki birdan bir o'ltirishni yo'lga qo'yamdi. Zodi nima?
Reis Xi Jinping. Uygurlarni nazarband qiling, hozir nazarbanddan poyezga qaçalab, xuddi ayni chaqda Ikkinchi dunyo urushining oldingi g'orpisida Hitler Germaniyada Yahudilarni poyez qanday qaçilgan bo'lsa, bugun Şitili Cumhur'un reisi Şitili Xi Jinping Uygurlarni hozir poyezga shunda qaçalab ichkari o'lkalarga to'shyapti dedi. Buni Xitoylar da'vatida, hurmatli vatandosh. Chimpokong yuqorqi o'rinlarni ko'rsatdi. Gansu, Qinghai, Ningxia, Heilongjiang qatorliq o'lkalarga yo'tkab ketdi deydi. Chimpokongning ikkinchi fikri yana bayoni BDT yaqinda tekshirish elib berishni o'tirib qo'ygan edi. Masalan, BDT'nin Doğal Hanım nima degani Jungu hukumati bizdan tekshirish elib berishimizga yo'l qo'yish kerak degan. BDT tekshirish a'zolarining Xinjiangga Junguning har qanday joylariga berishiga yo'l qo'yish kerak degan edi. Bu yerda Chimpokong deydi, ehtimol Xitoy tekshirish umiga. Yani xalqaro tekshirish umiga BDT'ning tekshirish umigining Xinjiang yoki mustamlik Uyg'uriston kelib qilishidan qo'rqib, hozir bularni nazarband qilingan Uyg'urlarni ichkari Xitoyga yo'tkab ketyapti deb qo'yibdi. Uchinchi, Xinjiangda qatnash boshqarishning o'zi nimaga zarur bo'ldi? Buni Chimpokong shundoq deb men tushunamadim. Masalan, qatnash qoidasi, saqchilar davomli boshqarib turdi. Yana qanday qatnash boshqarish? Masalan, poyezni to'xtatib boshqa ish qilish u mumkin endi. Mashina qatnashi uchun mashinalarni to'xtatishning hojati yo'q. Faqat bu yerda poyez qatnashni to'xtatib nima qilmoqchi? Bu yerda birinchisi yo'lovchilarga bilet satmaslik. Bu mening tahlilimda mana qarab turing, yo'lovchilarga bilet satmaslik. Bu yerdagi yo'lovchi kim? Uyg'ur poyezga o'ltirib, G'uljidan Qashqardan Xotanga boradigan odati chiqadimi yo'q, men buni bilmayman. Agar Uyg'ur poyezga o'ltirib ichkariga boradi desa, anda-sanda chiqib qola, lekin ko'pchilik kollektiv holda Uyg'urning ichkari o'lkalarga berishning zaruriyati yo'q. Bu yerda ichkari o'lkalarga qaytadigan va u yerdan keladigan bilet setish to'xtatilsa ta'sir etadiganlar faqatla Xitoy ko'chmanlaridir. Ondaqda Jungu hukumati nimishqa Xitoy ko'chmanlariga setiladigan poyez biletini to'xtatib qo'ydi. Buning sababi nima, hurmatli vatandosh? Endi 4-chi Chimpokong deydiki, bu yerda tozalash. Ayni vaqtda Hitler shundoq tozalash elib borgan edi deydi. Germaniyada shundoq tozalash elib borgan edi deydi. Xitoy hukumati hozir Uyg'uriston, ya'ni mustamlik Uyg'uristonda Xinjiangda shundoq tozalash elib boramdi deb savol qo'yibdi Chimpokong. Bu yerga 4 nuqta tozalash elib berish, BDT'ning tekshirish umiga avatishda ansirash, uchinchisi qatnashni tartib solish, eng muhimi, ya'ni eng oxirida maxfiy ko'pchilikka qo'yilganligidan qaraganda Uyg'urlar nazarband qilingan Uyg'urlarni ichkari o'lkalarga yo'tkab ketamdi qandoq degan savolning qo'yilishi. Sizmi ansiraysiz, bola chaqamiz bor uning ichida. Biz ham ansiraymiz, bola chaqamiz bor uning ichida. Ota-onamiz bor uning ichida. Hammamiz ansiraymiz, butun Uyg'ur ansiraydi. Beshiga kelayotgan bu ishdan Uyg'ur baqa bo'ldi. Uyg'urning qo'lida Uyg'urga kerak bo'ladigan narsalar kam. Uyg'urning qo'lida Uyg'urga kerak bo'ladigan narsalar kam. Bu qatim endi sen poyez qatnashni tuyuqsiz to'xtatgan bo'lsang, faqatla yo'tkab ketish. Hozir Uyg'ur xalqi buningdan xabar topsa, u bola chaqasi nega bordi? Ota-onasi nega bordi? Uyg'ur albatta gap qilishga to'g'ri keladi. Uyg'urning o'zini qo'g'dash huquqi bormi yo'q? Men xalqaro jamiyat hozir qonunning to'plamini Birlashgan Davlatlar Tashkilotining to'plamlarining hammasi qo'limizda turadi. Uyg'ur o'zini qo'g'dash huquqli degan gapni hozir dunyoda biz qila olamizmi? Shunday qilish, shunday deyishga huquqliqmi emasmi? Biz buni bilmaymiz. Masalan, Uyg'urlar o'zini qo'g'dash huquqli deydigan gapni ayrim qonun qilib chiqargan bir davlat yoki bir xalqaro organmi yo'q. Ammo Birlashgan Davlatlar Tashkilotining har bir huquqlari Hani tegetin o'qib baqsangiz, ko'rib baqsangiz, tushunib baqsangiz, bu yerda demak odamlarning aynan hujumga uchraganda, bostirishga uchraganda o'z qo'g'dash huquqi bor. Ham bu yerda Xitoy hukumati bilet setishni, yo'lovchilarga bilet setishni bir oyda to'xtatgan bo'lsa, ikkinchi savol vatandoshlarga shuna qo'yib boqaylikki, undaqda Xitoy hukumati
Şinjan diye müstemlik Uyguristan'da yaşayotgan ve şu yerge çıkan siyasi köçmenler. Xitay köçmenlerinin keçiş yolunu tosup da kanda. Hem siz zaten nimeyiş. Ben fakat sual koydum, hazır təhlil qılmadım, hürmetlik vatandaş. Zaten nimeyiş. Bu 19. günden baştan. Hazır torbeti bugünlerden peyda oldu. Nur Bekri, sabık reis Nur Bekri'nin meydanı, siyasi meydanı müstehkem bulmağallıktan kolgalındı. Belki şundaqdır. Bu yerde Uygur siyasi cinayet, Xitayning nazarida cinayet dese Uygur siyasi cinayet ötküzəleydi. Lekin hazırgıça 50. yıldan hazırgıça Xitay atlık birisi siyasi cinayet çıkıp bakkan emas. Xitay atlık bir adamda siyasi cinayet çıkıp bakkan emas. Neme 5 kişilik guruh, neme 6 kişilik guruh degenler. Pekada sen közemge sığmadın menden nerede? Sen meni qollamadın menden nerede? Sen o hukukla bana vermişsen ben seni tartışıp alamam. Seni 4 kişilik deymen, 5 kişilik deymen. Hukuk talışış, menfaat talışış, şöhret talışış, imtiyaz talışış için 50-60 yıldan bir Xitayning ordusida ve cemiyetinde şu işler bulup geldi ki Xitay degen milletin siyaset hatalık ötküzdük adam çıkmaydı. Herkes çıkmaydı. Endi bir Nur Bekri siyaset hatalık ötküzdü dese bu salayet kutuşudu. Nur Bekri'nin ornu kutuşudu. Nur Bekri'nin milli etnik kilip çıkışı kutuşudu. Çünkü o meyli kimden korçak reisi olsun, meyli kimge hizmet kılsın onu koyup duraylı. Nur Bekri bir etnik grubunun, müstemlik kılıngan Uygur degen bir etnik grubunun azası. Nur Bekri Uyguristan'dan ibaret bir devletin grejdanı. Tek-tek. Demek senin siyaset meydanı müstehkem bulmağallık için hatalı. Kayada hatalaştı? Moskova'da. Hoş. Endi biz qarap bakaylı. 1950 yılı Rus Xitay şartnaması Mao'nun bilen Stalin oturusida imzalangan şartnamaga birinci bulup Mao'nun 12. ayının ahiri, yani 49. yılı 12. ayının ahirinde yetip geldi Moskvaga. Onun da 2 yılla Zhou Enlai Zhongli, yani Zhou Enlai. Zhou Enlai degen Zhonggu'nun veziri Seyfeddin Aziz, rahmetlik Seyfeddin Aziz'ini elip Moskvaga yetip geldi.